telefon parollanib turgan bo'lsa, uni parolini bilmasdan turib ochishni zo'r usulini hozir sizga o'rgataman. Oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni istoriyangizga ham joylashtiring. Hamma buni bilsin. Demak, telefonda odatda 3 xil yo 4 xil parol bo'ladi. Shularning hammasini parolini bilmasdan ochishni bitta usuli bor. Mana telefonimizning parolini bilmaymiz va uni ochishni bitta zo'r usuli bor. Mana shu tugmaga bosamiz. Bu tugma favqulodda qo'ng'iroqlar uchun tugma hisoblanadi. Shunga bosamiz va blok qiladigan hamda ovozni pasaytiradigan knopkalarni birgalikda bosib turamiz. Bunda telefonimiz o'chib qoladi va ovozni ko'taradigan hamda blok qiladigan tugmalarni birgalikda bosib turamiz. Keyin bizning telefonimizni dasturiy ta'minot qismiga olib o'tadi. Bu yerda biz xuddi mana shu ko'rsatilgandek birinchi qatorda turibdimi? Biz uni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi qatorga kelib turib blok tugmasini bir marta bosamiz va mana shu ikkinchiga bir marta bosamiz. Ko'ryapsiz, telefonimizdagi hamma bloklangan ma'lumotlarni olib tashlayapti, ya'ni top-toza qilyapti. Endi siz bu telefonni blokdan bemalol parolini bilmasdan ochishingiz mumkin bo'ladi va Reboot System 0 ni bir marta bosamiz, ketdi, telefoningiz bir marta перезагрузка beradi va parolini bilmasdan ham uni ochishingiz mumkin. Kichkina eslatma, bu bilan siz telefondagi hamma ma'lumotlarni o'chirib yuborishingiz mumkin. Kommentariyada sizni telefoningizning paroli qanaqa shuni yozib qoldiring va bu videoni shunaqa telefonni parollanib qoladigan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Xohlagan telefon